Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videorolikimizda Roblox yo'nalishidagi 99 kun degan yo'nalishni hozir o'rgatib o'taman. Undan oldin bizni YouTube kanalimiz va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqmasin. Telegram kanalimizga YouTube kanalimizni biyosidan o'tib olishingiz mumkin. Mana bu joydan Telegram kanal. Xo'sh, Robloxga kirib olamiz. Mana 99 GHTS inglizcha tushunmayman, o'shani qilib yozib olamiz. 99 deb yozsangiz chiqib keladi. Kiramiz bunga. Bitta buni qanaqa o'ynalish, qanaqa nima qilish, mana ularni tushuntirib beraman. Mana shuni oldiga kelib olishimiz kerak kirish uchun. Mana kiryapti. Xo'sh, bunda biz hozir daraxtlarni chopishimiz kerak. Mana bolg'a, mana bossak bo'ladi. Mana bu kichkina daraxtlar, mana bular, bunaqa daraxtlar chopsak bo'ladi. Mana chopamiz. Mana endi keyin mana bu o'tinlar ustiga bitta bosam, mana buni sumkani ochib, o'tinni bitta bosib, F ni bitta bosamiz. F knopkasini. To'lmadi. Endi bu olgan o'tinlarimizni olib kelib mana bu yerga tashlashimiz kerak. Mana F ni bossak tashlaydi, olib kelib o'tinni oldiga kelib. Bu olovni yoqishimiz kerak. Kunduz kuni bunda ichida masalan mana bu chiziqcha bor, mana yumaloq. Bu hozir kunduz kuni, kechasi bir maxluq chiqadi. O'sha maxluqdan saqlanish maqsadi. Mana bu olovning ichiga kelsa, u maxluq kira olmaydi mana bu chiziqqa. Ko'z qamash. U maxluq kechasi keladi. Biz kunduz kuni o'tin yig'ib, o'sha olovni yoqishimiz kerak. Keyin mana bu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bu kamayib ketmasligi kerak, kamaysa o'lib qolamiz. Keyin mana bu yerga bosib turib, mana bularni pul bo'lsa, mana shunaqa narsalar sotib olsak bo'ladi. Hozir bizga pul yetmaydi. Keyin mana buni yoniga kelib, mana buni bosib tursak, bolalar qutqarishimiz kerak bo'ladi bo'rilardan. Buni qarang, mana 445 metr, mana bu orqa tomonda ekan, mana bu tomonni ko'rsatdi. Strelka bilan, qizil strelka chiqdi-yu, hozir men chiqamikan hozir nima ko'rsam. Mana 445 metr narida ko'rsatyapti. O'sha tomonga qarab yurib ketaveramiz. Yurib ketaveramiz. Bo'rilar bor, mana bo'rilar bor. O'sha tomonda bo'lish kerak. Hozir qorong'i o'tishda ana maxluqcha keladi hozir. O'shana qorong'i o'tishganda olovni yoniga kelib olamiz, keyin shift ni bossak tez yuguradi kerak bo'lgan vaqt. Mana hozir bu olov past yonayapti. Boyagi maxluq kelsa, o'chib qolsa yeb qo'yadi. Shuni o'ynab, masalan, hozir birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun, 99 kun davomida mana shunaqa davom etadi bu. Shuni o'ynab, kontent qilib ketaversak bo'ladi har kun. Mana bu quyonchani ham o'ldirib, go'shtini o'ldirib, go'shtini olib borib yesak bo'ladi yoki pishirsak bo'ladi. Birdan yeb bo'lmaydi, pishirish kerak buni go'shtni. Mana go'sht bo'lib qoldi mana. Ana maxluqcha kelyapti. Hozir qayerdan ovoz eshitildi. Menimcha birinchi kun kelmaydi, adashmasam shu ikkinchi, uchinchi kun keladi. Shunaqa o'ynab, mana bularni olovni kattartirib, mana bu yerdan atrofda aylantirib bazo qursang bo'ladi.
shunaqa qilib o'ynab kontent qilib ketaversak bo'ladi. O'zi har kuni o'ynayversak sekin-sekin ma'nosiga tushunib boraveramiz. Asosiy ma'nosi mana bu alovda yoqishimiz kerak, atrofda kattaroq baza qurishimiz kerak. O'zimizsiz xuddi bir o'rmonda yolg'iz qolib ketganmiz, o'sha o'zimizni saqlash maqsadida shu ishlar qilyapmiz maxluqdan bo'ldi. Shunaqa qilib kontent qilinadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.